uchastka chaqirib. Ikki marta kelib ketdik, ikki marta. Nima qidirolmayman? Qonun qoida mana bilaman. Nima qidirolmayman jarima? Turishingizni qarang, musorga bo'tyapti hamma joyi. Menga ham zarur emas, shu toza sog'inganimni kirganim o'sha uylaringga. Men senga olantirib berayapman. Ertaga kelamanda jarima tortib ketaman. Videoga olmay. Olaman. Shuni yozatdan joy. Yozavering, mayli, yozavering. Yozavering olgan joyingizga. Sharmandali mahalla qilib, ko'rinadigan joyga, xalq ko'radigan joyga ega. Kontraktini to'lab beradi. Kontraktda masala yo'q. Yana nima kamchilik bor? Oqlanganmi, oqlamaganmi deyoram. O'zi ko'chasida gul bormi, yo'qmi? Gulmas rayhon. Haligi kimnidir hovlisi emasda o'shanga aka mana shu yerda bir chiroyli qilib tozalasak. Men bir deganda ayttirib, odamiga aytaman, kerak bo'lsa kelib o'zlari chaqirib oladi, nima deganlaringni. Bugun butun dunyo sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar sohasida jadal rivojlanayotgan bir paytda bizda esa ayrim hududlarda hokimlar va mas'ullar mahallama-mahalla yurib, aholining xonadonlariga kirishi aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Bu videolarni ko'rgan har qanday insonda tabiiy savol tug'iladi. Buning asosiy maqsadi nima? Obodonlashtirishmi yoki insonlarning shaxsiy hayotiga aralashishmi? Albatta, mustaqillik bayrami arafasida mahallalarni obodonlashtirish, ko'chalarni tozalash, chiqindilarni yig'ish, daraxtlarni oqlash kabi ishlar amalga oshirilishi kerak. Agar yuqoridan shu kabi vazifalar berilgan bo'lsa, bu tushunarli holat. Lekin bu ishlar aholining shaxsiy xonadoniga kirish, uy ichi qanday ekanini tekshirish, tandir oqlanganmi, oshxonasi yoki muzlatgichi tozami yo'qmi kabi masalalargacha yetib borishi nima bilan izohlanadi? Mana gazxonangizmi, oshxonangizmi? Oshxona. Keling aka. Unasiga emsin. Kuchugimdek qilib yashamaydi, kuchugimdek qilib yashamaydi aka. Buni qarang, bilat, oshxonaga qarang, musorligini, aka. Vijdon kerak odamga, saldan vijdon kerak. Uyg'oning aka, qachongacha shuni yashaysiz? Qachongacha shunday musor bo'lib yashaysiz aka? Uyingiz oldidan kirib kelishda xonadonxona oxirigacha. Allah sonsizlik o'sha kim aytdi aka? Xotiningiz bormi? Chaqiring baqqa. Ballarida Xotiningiz hammani chaqiring baqqa. Men o'tlar tozalasangiz nima qiladi? Oshxonangizni qarang. Ayol kishi oshxonasi shunday bo'ladimi? Qo'pol qilasam okey, shunday yotgan mo'lam dumuna shipir yotadi-da, tekisda chiroyli qilibdi-da. Mana oshxonangiz bir aptini qarang, oshxonangiz, gazxonangizda o'sha gazxona to'g'rimi? Bunday qilib yashamaydi inson degan. Mana ular qarang, mana ularni. Oling ana qozonlarni oling, yuving ular. Yuviladi, nima bor? Hozir oling. Nima baqirmaysiz? Siz qilmagandan keyin nima qilaylik? Qilinadi. Yo'q, qiling hozir uni. Biz bu kiyganimizga 2 soat bo'libdi. Mobilda qarang ahvol. Voy, changga bo'lmayman, tozalamayman. Bo'layotgan odam chaqiring buni. Chayga bo'lmasangiz, irizga qildiring. Muomala qiling, bunday baqirmang. Muomala qilib, muomala. Nima qilaylik? Yaxshilab gapiring, nima qilaylik? Xohlaysizmi, siz bor uchastka chaqirib. Ikki marta kelib ketdik, ikki marta. Nima qidirolmaysiz? Nima qidirolmayman? Qonun qoida mana bilaman. Nima qidirolmayman jarima? Turishingizni qarang, musorga bo'tyapti hamma joyi. Hay, musorga botgan bilan managa pul bo'lsa mana uni. Oshxonangizni qarang, qo'lingizga shipirga ola olasizmi? Oshxonangizni qarang, Oshxona tozalar, videoga olmay. Olaman. Shuni yozatdan joy. Yozavering, mayli, yozavering. Yozavering olgan joyingizga. Manalarni tozalab kira yozing. Tushundingizmi yozsangiz ham? Oshxonangizni bilmay qolasiz. Yozing, nima ekan? Bo'shatib qo'ymang. Mana dek odam 30 turib. Stolni boka, siz bilmagansiz. Xudoyim taolo peshonamga bergan. Tushundingizmi? Men rizqim bo'lgan, tushundingizmi? Sizga emas. Kelib uyda tekshirmaydi, stolbalarni tug'iladi. Nima tekshirmayman? Yo'lni tug'iladi. Nima tekshirmayman? Stolbalarni tekshirish boka, uni ham o'zining egasi bor. Nima o'zingiz? 4 oydan beri gaz kelgan yo'q, gaz. Assalomu alaykum. Nima gaz kelmaydi? Oshxonangizni tug'ilgan emas, yanalarni tozalang musorini. Tozalangan musori. Tozalangan ol, boshqotdan ol. O'zbekiston mahallalari uyushmasi ham rasman xonadonlarga kirish yoki aholini so'roq qilish bo'yicha hech qanday topshiriq bermaganligini, bunday holatlar esa qonunga zid ekanini ma'lum qildi. Agar shunday bo'lsa, unda ayrim hududlarda mas'ullar qaysi huquqiy asosga ko'ra fuqarolarning xonadonlariga kirmoqda? Qaysi qonun asosida odamlar ularning roziligisiz videoga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilmoqda? Shaxsiy hayot daxlsizligi va uy-joy daxlsizligi O'zbekiston qonunchiligi bilan muhofaza qilinadi. Qonunga muvofiq fuqaro o'z xohishiga ko'ra uyiga kimni kiritishi yoki kiritmaslik huquqiga ega. Qonunchilikda nazarda tutilgan ayrim holatlardan tashqari, xonadonlarga kirish uchun tegishli huquqiy asos bo'lishi lozim. Eng muhimi, odamlarni kamera oldida tanbeh berish yoki ularni omma oldida sharmanda qilish hech qachon tarbiya yoki tartib o'rnatish usuli bo'la olmaydi. Agarda ayrim mansabdor shaxslar o'z vakolatidan chetga chiqqan bo'lsa, bu holatga tegishli tartibda huquqiy baho berilishi lozim. Assalomu alaykum, hurmatli rahbariyat, hurmatli saroy ahli, saroy fuqarolari.
O'rtoqlar kecha nimalarni sizlar har xil tanqid qilyapsizlar. Bu Prezidentimizni qarori, viloyat hokimimizning qarori. Mana yil mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 40 kun dolzarb kun deb e'lon qildi. Bunga xonadonlarga kirib, mahalla raisi yetkiligi bilan xonadonlik ichki xonadonlik put nimalarini, tandirxona-yu o'choqlarini ko'rish, qozon o'choqlarini ko'rish kerak bo'lsa, keyin xonadonlik tashqaridagi ko'cha ariqlarning tozaligini hammasini bizga topshiriq berilgan. Sizlar noto'g'ri tushunmanglar, agar qaysiga gruppani buzib, men kecha eshitdim hamma xabarlarni, gaplaringni eshitdim. Mayli aqlsiz gaplaring bilan aqlli qilmanglar lekin. Yilni buzmanglar o'rtoqlar. Men bir deganda ayttirib, odamiga aytaman, kerak bo'lsa tegishli tashkilot rahbarlari ulangan hamma bu gruppaga, bu nimaga. Kerak bo'lsa o'zlari chaqirib oladi, nima deganlaringni. To'g'ri o'tiringlar, to'g'ri tinchgina yashaylik. Menga ham zarur emas, toza sog'inganimni kirganimni o'sha uylaringga, o'rtoqlar. Faqat to'g'ri tushuninglar, men majbur bo'lyapman shu kirishimga, og'alantir hali ham jarima qilganim yo'q. Boshqa mahalla raislar jarima qilyapti 20 ta 30 talab xonadonlarga kirib turib. Shuning uchun sizlardan iltimos, o'rtoqlar, to'g'ri tushuninglar, har xil bir-birlaringni gijgijlab, bir-birlaringga bir bilimdonlik qilib aqlli o'rgatmanglar. Hurmatli rahbariyat, hurmatli saroy ahli, o'rtoqlar, mana Javli Baxtiyor xonadoniga keldik. Javli Baxtiyor xonadoniga mana buni tandirxonalarni ko'ryapmiz. O'zada mana qara, tandirxonangni manalarini chiroyli qilib oqlaysan, taylarni tozalaysan, mana bankda o'tayotgan ekansan, mana tozalab qo'yasan. Men senga og'lantirib beryapman. Ertaga kelamanda jarima tortib ketaman. Tushundingmi? Tozalab qo'y, tozalab. Xonadonlar hamma tomorqalarni ham 2-3 kun qilib, tomorqalaring yaxshi ekan. Manalaring, gullaring chiroyli, gullarni nimaga qilgin? Tozalab qo'yasan. Agar tozalamasang jarima tortib ketaman ertaga kelib turib. Aslida esa bu masalani hal qilishning ancha samarali yo'li bor edi. Mahalla aholisini bir joyga to'plab, Mustaqillik bayrami munosabati bilan obodonlashtirish ishlari olib borilayotganini, har bir xonadon va ko'cha tozaligiga e'tibor qaratish kerakligini tushuntirish mumkin edi. Afsuski, ayrim videolarda kuzatilayotganidek jarima solaman, bunday qilaman kabi tahdidli gaplar bilan odamlarni qo'rqitish nafaqat noto'g'ri yondashuv, balki davlat idoralariga nisbatan jamoatchilik ishonchiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qonun hamma uchun bir xil. Uni fuqaro ham, mansabdor ham birdek hurmat qilish kerak. Obodonlashtirish ishlari qonun doirasida, fuqarolarning huquq va qadr-qimmatini hurmat qilgan holda amalga oshirilsagina o'z maqsadiga yetadi. Shu orada yana bir videoga ko'zim tushdi. Rostini aytsam, uni ko'rib hayratda qoldim. Endilikda ayrim hududlarda mahallalarga Sharmandali mahalla, ayrim uylarga esa Uyatli xonadon degan plakatlar ilinayotgani aytilmoqda. Buni nima deb atash mumkin? Kamsitishmi yoki tahqirlashmi? Butun boshli mahallaga Sharmandali mahalla, biror oilaning uyiga esa Uyatli xonadon deb yozib qo'yish g'oyasi qayerdan keladi? Bu orqali nimaga erishilmoqchi? Ikki yig'ilishimiz asosiy sababi tayanch mahalla qilib birlik mahallasi olindi. Mana hozir viloyat hokimimiz gaplaridan xulosa qilgan bo'lsanglar, yo'l bo'yidan ko'z ko'rinadigan bitta mahallani tanlalaring deb men hokimlik gruppasiga ham topshiriq berdim deb aytdim. Xuddi o'sha topshiriqqa asosan biz birlikni tanladik. Bu birlikka 7 yilga hali tushunib yetmayapti bu narsani. Mana hozir kirgan edim, birlikka bu 7 yilga baho. Oldiga bitta rayhon ham ekmagan, bitta gul ham ekmagan, bitta ko'chat ham ekmagan. Mana kirib kelyapmiz, mana o'zingizlar hammanglar ko'zingizlar bilan ko'ryapsizlar. O'tlar bel barobar bo'lib ketgan. Urilmagan. Urilgan o'tlar ham hashiy bo'lib to'ppay bo'yotdi, olib chiqib ketilmagan. Sharmandali mahalla deb aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shiyor bor Sharmandali mahalla, Dilmurod. Bugun kelasan qani? Menga ber. Hozir kelasan, bor chiq. Sharmandali mahalla qilib ko'rinadigan joyga, xalq ko'radigan joyga ip. Sharmandali mahalla bu, birlik mahallasi. Bu narsa syonkaga ham olaman bu narsa. Bundan boshlab birlik mahallasi Sharmandali mahalla, illari. Ikkinchi shiyor bor, Uyatli xonadon. Bu men bekorga aytmayapman. Mana biriktirilgan 40 ta vakil, korxona tashkilot rahbari bekorchilikdan bormayapsizlar o'tga. Yo o'ynagani bormayapsizlar. Viloyat hokimimiz to'g'ri aytdilar. Ertalab soat 6 da tursa bu bo'ldi, mahalla obod bo'lib qoladi yoki obod ko'cha bo'lib qoladi degani emas u. Kelishdingmi korxona tashkilot rahbarlari? Ha? Buni chiqazib berasan, birinchi bo'lib korxona tashkilotiga borasizlar, idorasiga borasizlar, atrofini ko'rasizlar. Hozirgi hurmatli rahbarimizni topshiriqlardan kelib chiqib topshiriq berasiz. Ikkinchi borasizlar xonadon mahalla raisining uyi. Men so'rayman birman. Dilmurod. Hammasini yo'qlama qilasan.
uyiga borib tashiydi, menga papka qilib berasan. Mana 40 ta mahallaga aytasan, 40 ta menga biriktirgan korxona raisi, men keldim, mana mahalla raisining darvozasini tashiydi, darvozasi bo'yalgan, bo'yalmagan mahalla raisini o'zi. Oqlanganmi, oqlamaganmi devorlar. O'zi ko'chasida gul bormi, yo'qmi? Gulmas rayhon. Atirgul bormi? Hovlisi tomorqasi qanaqa? Shu 4 ta narsani senga 4 ta rasm qilib tashlaydi hammasi. Mahalla raisining uyiga kirib. Shundaymi? Bir kun muddat beramiz, yig'ib olasan, menga tashlaysan. Men ertalab gaplashaman. Ertaga kechgacha qilmasa, o'sha xonadon uyatli xonadon qilib, men o'zim na prinsip borib ostiraman. Yoki sharmandali xonadon. Sharmandali mahalla. Sharmandali mahallani ham boradi, mahallasini ko'radi, atrofini ko'radi. Mayli bir kun yoki yarim kun muddati. Bu muddatdan o'sha kerak emas. Sharmandali mahalla qilib bosadi, yonida rasmga tushib tashlaydi. Kelishdingmi korxona tashkiloti? O'ynagani bormayapsizlar. Ertalab mahalla 7 ga a'zolari vaqtli turadi. O'sha soat 6 dan boshlab mahalla hududida o'zlariga biriktirilgan ko'chalarda xonadonboy ishlar tashkil qiladi. Mahalla 7lik. Mahallalarda hashar tashkil etib, ko'chalarda obodonlashtirish, devorlarni oqlash, daraxt va gul rayhonlar ektirish, shuningdek ko'p qavatli uylar atrofi, ko'chalar, ariqlar va xiyobonlarning chiqindilarini tozalatish choralari ko'riladi. 3-dan, tomorqaga to'liq yuqori daromadli takroriy ekinlarning ekilishini ta'minlaydi. Bunda mahalla rais tomorqalar uchun qancha mevali ko'chat kerakligini hisob-kitob qilib, mahalla bankiriga taqdim etadi. Mening o'ylashim bo'yicha, agar viloyat hokimi mahallalarga borib, holatni o'rganinglar, obodonlashtirish talab etiladigan joylarni aniqlanglar va aholiga tushuntirish ishlarini olib boringlar degan mazmunda topshiriq bergan bo'lsa, bu vazifani amalga oshirish usuli aynan shunday bo'lishi kerak edi deb aytish juda ham qiyin. Chunki obodonlashtirishning maqsadi odamlarga sharmandali mahalla yoki uyatli xonadon degan tamg'a qo'yish emas. Odamlarni omma oldida uyaltirish orqali emas, tushuntirish va hamkorlik orqali natijaga erishish mumkin edi. Assalomu alaykum. Ismim Sherzod. Tuman madaniyat bo'limi boshlig'iman. Habib hurmatli prezidentimiz, demak, mustaqilligimiz 35 yilligiga to'yona qilib, hovlilarimizni, mahallani, ko'chani obod qilish, tozalash to'g'risida mana mehr saxovat oyligi ketyapti-da. O'shanga mana hozir yuz ko'rdi chiroyli. Mana bu ko'cha sizni yuzni o'raysiz. Haligi kimnidir hovlisi emas-da, o'shanga aka mana shu yerda bir chiroyli qilib tozalasak, bu qo'shnilarni chaqirsak aka, mana to'y qilsangiz, to'yga tayyorgarlik ko'rasiz, to'g'rimi? Uyingizda o'g'il uylasangiz, bir to'y qilsangiz tayyorgarlik ko'rasiz. Atrof tozalaysiz, mehmonlarga tayyorlaysiz. Bugun yurtimizning to'yi, O'zbekistonda to'yi bo'lyapti, 35 yillik to'yi bo'lyapti. O'sha to'yga to'yona qilib, endi mana shular bir nima deyiladi, tozalab, chiroyli bir mehmon kelganda, sizning uyingizga mehmon kelsa, ko'chasi bahridan ochilishi kerak. Mana asos qo'yilgan masala yo'q. Lekin mana bunaqa ahvolda odamni sal rov bo'ladi-da. Bugun ketga tozalab qo'yamiz. Akajon, qo'shnilarni ham mana hozir mahallasiga, mahallangizga ham tashlaymiz. Qo'shnilarga ham aytasiz. Eng muhimi, nega faqat devorning oqlangani, darvozaning bo'yalgani yoki rayhon ekilganiga qaralmoqda. Balki o'sha xonadonda yordamga muhtoj oila yashar. Balki ular devorni oqlashga yoki ta'mirlashga moddiy imkoniyati yo'qdir. Agar mas'ullar ana shunday oilalarning sharoitini o'rganib, amaliy yordam ko'rsatib, keyin o'sha haqida video tayyorlaganida, odamlar ham buni haqiqiy rahbarlik, haqiqiy g'amxo'rlik sifatida qabul qilar edi. To'xta, yig'lamang. Yana nima kamchilik bor? Yig'lamang, nima kamchilik bor? Kendilerine yüz vardı da rahmetlilerden minnetler. Yansıya barsılar. Kontraktini to'lab beradi. Kontraktda masala yo'q. Yana nima kamchilik bor? Masalan, tekkilar, tek o'rganib, tek chiqaradi. Qachon men va'da berib ketdingiz? Qaysi kunga va'da bering? Shanba qolsin. Chorshanbaga. Bir hafta ichida qo'ying. Bir hafta. Ya bu bormaydi bu. Sen kelasan. Bu bormaydi bu. Bu onasiga qaraydi bu. Hozir bitta kir mashina olib kelib beradi. Pul avtomat kir mashina. Kir mashina yo'qmi uyda? Yana nima kerak? Kompyuterni olib kelib beradi. Bo'ptimi? Hozir bitta kir mashina yangi olib keladi, uyga qo'yib oladi. Sog' bo'ling. Hokimlar davlatning hududlardagi vakillari hisoblanadi. Shuning uchun ularni har bir harakati nafaqat o'zlariga, balki davlat idoralariga nisbatan jamoatchilik munosabatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Odamlarni qo'rqitish, jarima bilan tahdid qilish, ularni omma oldida uyaltirish yoki sharmandali mahalla, uyatli xonadon kabi tamg'alar bilan ajratish o'rniga aholini bir joyga to'plab obodonlashtirish ishlarining maqsadini tushuntirish, kamchiliklarni birgalikda bartaraf etishga chaqirish ancha samarali bo'lar edi. Albatta siz ushbu videolardagi hokimlarning yuritayotgan siyosatiga qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling, video
videorolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.